Sizlar bilan Saddiy TV kanalidan Sodiqjon. Bugungi obyektimiz Namangan viloyati Kosozoy tumanida juda ham chiroyli Alyuksand Transit. Bu yerda neobeshniy fason qilingan, ya'niki mana shu yerda ma'lumot beraman. 6000 trillion rom, mana ko'rish mumkin 6000 trillion rom. Ikkita qanot ochilishga o'xshab turibdi. Ikkita qanoti, lekin bir qanoti ochiladi, bir qanoti ramkasi bo'ladi. Video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kuzatish davom eting. Obyektimiz juda ham chiroyli. Xudo xolisa bu yerda remont ishlari davom etadi va bu yerda qo'shimcha ishlar ham bor. Ko'rib turgan romlaringiz 6000 trillion. Tepada termo 65, tagi lambri bo'lgan. Hamda romlarni video davomida aytib o'tib ketganimdek, bir tomoni abmanka bo'lgan. Ya'niki mana ko'pchilik bir tomon ochilish xohlashadi romni. Mana yon tomonni ko'ramiz. Mana shunda mana qaranglar, ikkita tomon ochilish turibdi, ko'ryapsizlar, lekin asli bir tomon ochiladi, bir tomon ochilmaydi. Agar sizlar bir tomon ochilib, bir tomon ochilmaydigan qismlar, mana gulxo'y tomon katta, ochiladigan qismi kichikroq qanot turadi. Mana yaqindan ko'rsataman. Mana ko'rish mumkin. Mana unda juda ham chiroyli chiqadi va bunga alohida to'lov bo'ladi. Ya'niki bez mexanizm degan mexanizm bor. Ramka qo'yiladi, mexanizm qo'yilmaydi. Ramka ochilmasdan turadi, lekin tashqi fasaddan juda ham chiroyli chiqadi. Energiya tejov titan oynalardan foydalanganmiz. Eshiklar haqida ma'lumot beraman. Eshigimiz termo 65, tagi lambri 70 sm bo'g'ilgan. Xona ichkarisiga ochilish, suple kompas ruchkasi ochilish opilishlari xona ichkarisiga znapaya hisob olingan. Ruchka mexanizm, ruchkani tepaga qilamiz quplanish uchun. Keyin quplat zamok bekiladi. Mana bekildi. Ochilish opilishlar mana shu xuddi shunaqa ishlaydi mexanizmda. Ichkari tomondan mana ro'para mana yorug'lik zo'r kiryapti, lekin tashqaridan ichkari juda ko'rinmayapti. Bu yerda petillar to'rtalab qo'yganmiz. Nimaga? Chunki buni bo'yi baland, standart eshikda 3 ta. O'zi asli 2 ta qo'ysa bo'ladi, 3 ta qilganmiz. Kirishimizda katta panorama mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ochilishimiz mana. Bir qanot ochiladi, mana qanot ochilmaydi. Bu abmanka hisobida bo'ladi. Lekin qolganlarida bunda esa shtolpni mexanizm qo'yilgan. Shtolp mexanizmni ochamiz tepaga va shtolpni orqaga qaytaramiz bunisini ham. Mana. Bu abmanka emas. Sababi bu xonada katta havo aylanish qismi olingan, shuni hisobiga. Abmanka esa mana bu. Bunda mana bir tomonda ko'rishingiz mumkin, bir tomonda qanot, mana tomonda ruchka bo'ladi. Bunda abmanka bo'lmaydi, mana ko'rishingiz mumkin. Bu ochilmaydi bu. Faqat для красоты uchun turibdi. Podokонникlarimiz 35 sm lik. Bunda esa divano mexanizm bor. Divani ochib qo'ysak havo almashadi. Mana bu ochilmaydigan qismi bu esa shtolpni mexanizm. Shtolpni mexanizmda xuddi eshikka o'xshab ochiladi, o'rta katta bo'ladi. Mana katta ochiq, o'rtadagi qanot maringa qotgan. Abmanka qismida. Va bekitib turib, mexanizmni sirazi bekitiladi va bu ham bekitiladi. Qotdi, endi esa bunisi. Bekitish. Bu esa divano mexanizm. Yopilishi. Ruchka germanskiy roto mexanizmlari bilan qo'yilgan. Bu abmankali emas, roto mexanizmda, narigida esa Fornax qo'yilgan. Bunda yon petlalar bilan bo'ladi. Nima uchun yon petlar? Sababi ustunda bu ko'tarib turadi. Va bu tomonda vitraj eshigimiz, vitraj juda ham chiroyli, qanotlari bir-biriga yaqinlashtirilgan, eshik tashqariga ochiladi. Tagi lambresi 70 sm bo'g'ilgan, ochilish-opilishi. Qulplanishi tepaga qilinadi. Zamok bekitiladi. Bekitilgan kalt olib qo'yiladi, bo'ldi, pastga ochilmaydi. Mana xuddi shunaqa ko'pchilik termo zamok o'rnagandan keyin quplanishda so'rashadi. Zamok o'zi ishlamayapti. Zamok o'zi ishlamaydi, sababi uni ko'tarish kerak. Mana ko'tariladi, hamda buriladi. Mana dabavishli rezinalar qo'yilgan, mexanizmli Suple kompaniyasiniki, ochilish-opilishlari juda ham zo'r holatda. Hozir bu xona ichkarisidan mana bemalol oyoqdagi urilmasligi uchun bezatilib qo'ydirdilar. Endi yon tomonda haligi aytib o'tganimdek, bu tomoni abmanka bo'lganda, mana bir tomonda ruchka, bir tomonda ruchka ochilishi, bu esa divano mexanizmi. Bunda esa ochilmaydi, ruchka yo'q. Lekin ko'rinish juda ham zo'r turibdi, qaranglar. Divano mexanizm bilan. Bu tomonda yorug'lik uchun bitta rom, gulxo'y holatda. Mana uni ochsak, bemalol havo almashadi. Mana havo almashadi. Nakleykanni 10 kun ichida olib tashlash kerak. Mana bu yerda 6000 trillion ko'rishingiz mumkin. 3 kameralik trioda liniya bo'ladi. Ruchkamiz Rotolux, mana Germaniya Rotolux emblemasi bo'ladi. Fornax mexanizm. Bekil. Juda ham zo'r holatda. Bu tomonda mana podokонникlar bilan ko'rsanglar bo'ladi. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajda ham xuddi shunaqa romlardan. Ikkinchi etajga chiqib ketishimizda bizda shundoq eshik va rom qo'yilgan. Termo 65 dan. Tagiga nima uchun bu splashni qilmadi? Sababi xona isish shu radiator bunga qo'yildi. Bu tomonda eshigimiz tashqariga ochilish bo'lgan. Zamokni ochamiz. Tashqariga ochilish ko'rishingiz mumkin. Bu ham tepadan quplanadi. Qulplandi. Xo'p, rom esa
termo 65. O'ziga yotishini hisobga olganmiz. Sababi bu tomonda hech qanaqa xalaqit qilmaydi. Hamda mana bu yerda termo 65 добавочный rezina qalin bo'ladi. Xo'p, bunda ham двойной mexanizmi bor. Двойной mexanizm ishlatamiz. Mana xonada bemalol havo aylanaveradi. Tashqaridan bitta ko'ramiz ko'rinishi. Podstavочный profillar bilan tekis o'rnagan. Endi esa eshikni yopamiz. Xo'p, bu tomonda bu ham xuddi shunaqa obmanka qilingan. Bu tomon ochilmaydigan tomoni. Двойной mexanizm bor. Bekitdik, podokонniklar joyida. Qaranglar qanaqa chiroyli. Sekin ko'rsataman. Mana bu tomon ham xuddi shunaqa. Bu tomonda forchkalar qo'yilgan. Forchkalar hammasi makasli mexanizmda ochilish. Bu tomonning rom ham obmanka xuddi shunaqa. Yangi ochilish. Mana ko'rish mumkin, juda ham zo'r holatda, xudo xolasa, sifat yuqori bo'lgan. Ko'rib turgan mahsulotlarimiz barchasi imzo kompaniyasi mahsuloti, energiya oynalari bilan to'liq ma'lumotlash harakat qildim. Xudo xolasa, bu o'pish yakunlab bo'lgandan keyin yana bitta chiroyli video qilishga harakat qilamiz. Bizga kuzatish davomida telefon orqali bo'lganmiz. Xohlasanglar, bog'lansanglar chiroyli